Tadqiqotlarga ko'ra, samolyot chiptasini sotib olish insonning baxt gormonini 20% dan 25% gacha oshishiga sabab bo'lar ekan. Ta'tilni rejalashtirish, sayohatga chiqib ketayotganini tasavvur qilish, hattoki samolyotga chipta sotib olish ham insonning baxtli bo'lish darajasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, ta'til haqida o'ylash baxt gormonida bo'lgan dopamin sekretsiyalariga ijobiy ta'sir qilar ekan. Ta'til bilan bog'liq bo'lgan ishlarni bajarish esa bu gormon sekretsiyalarini yanada oshirib beradi ekan. Yevropalik tadqiqotchilar tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, samolyot chiptasini sotib olgan insonning baxtlilik darajasi 20% dan 25% gacha oshishi mumkin ekan. Sayohat, madaniy tadbirlar uchun qilingan xaridlar odatda moddiy xarajatlarga nisbatan sevimliroq hisoblanar ekan. Xo'p, siz ham o'zingizni yanada baxtli his qilish uchun qishki ta'tilda qayerga sayohat qilishni rejalashtiryapsiz? Kommentariyada yozib qoldiring.